Bu zakasning ham elektromontajlari bo'ldi. Bu yerda birinchi etajdagi bir fazali avtomat, relay напряжение, o'zi avtomat, har bir xonaga ikkitadan asosiy tashlangan. Shunday. Birinchi etajdagi, ikkinchi etaj ham xuddi shunday bo'lgan. Ikkinchi etajimiz. Relay напряжение qo'yiladi, buzuq chiqqan sababli almashtirib hozir qo'yamiz boshqatdan. Asosiy keladigan asosiy toklar shlenkadan almashadigan qo'yilgan. Kasolar har bir xonaga shunaqa montaj bo'lgan. Bu yerda ham xuddi shlenkalar chertakdan kelib, antena internetlar tushib, pastga etajga tushib ketyapti yana.